Sizga begona bo'lgan ayollar bilan отношения bo'lmasin. Отношения deganda muloqot deganda farqi yo'q. Telefon, SMS, ko'rishib, gaplashib, qarab bunaqa qilmanglar buni. Uylangan bo'lsangiz, xotiningizga shuni qaytishidan qo'rqing. Uylanmagan bo'lsangiz, o'ziga o'xshagan qiz nasib qiladi. Pokiza qizni sizga bermaydi Xudo. Shuni desam bir kun bitta bola astag'firulloh deb o'tiribdi. Chunki o'zini biladi-da u bola. 350 tasini o'zi Sirdaryoga olib sug'orib olib kelib bo'lgan o'zi. Ha bu uylanmay turib o'ngga chapga qilib olgan bo'lsa ayollarni bunga pokiza, taqvodor, enasi o'tmagan deydi, shunaqa qizni Xudo beradi deb o'ylaysizmi? Uylangan bo'lsangiz ham qo'rqing, uylanmagan bo'lsangiz ham qo'rqing. Ikkovida ham minus bor agar begona ayollar bilan отношения qiladigan bo'lsa.